Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar, sizlar men bozorga tug'anlar. Bugun 6 may kunki tushdan keyingi kechki rubl kurs baholarini ko'rsatib beramiz. Biz men bo'lib like bosib, podpisatsiya etib turingizlar tug'anlar. Shul videoni asına podpisatsiya etib, like bosib, qo'ng'iroqchani bosganni unutmangizlar. Sizlardan ketsa 3 sekund vaqt ketadi. Biz bo'lsa boshladik. O'sh shahridan tartib ko'rsatamiz. O'shliqlar barsinglar tug'anlar. O'sh saqinganlar bor va ko'p jazdab Moskvadan. Hazır обмен valyutalarda ko'rganingizday rubl 1080 bo'lib жатат. Satılışı 1150 dan bo'lib жатат. Oştu. Жөнөкөй banklarda bo'lsa birden көтөрбөй койду туугандар. Dollar salgызбай, rubl salgызбай, salsa da algызбай мындай кылды туугандар. Бар жокто көтөрүлүп жатат. Россиян Центробанкында болсо аз көрөсүңөр. Россиян Центробанкында болсо 1260 сом. Бизде обмен valyutalarda 1080. Мына көргөнүңөрдөй. Көрүп атасыңарбы? Коммерческий банк Кыргызстанда 1010 болуп эле турат туугандар. Не дейсиздер?